Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Shu navbatdagi video yo'riqnomamiz turar joyning maydoni to'g'risida ma'lumotnomani olish qanday tartibda amalga oshirilishini ko'rib chiqamiz. Demak, bu xizmatdan foydalanishda turli tashkilotlar turar joyning maydoni bo'yicha ma'lumotnoma so'ragan hollarida, demak, bu jarayonni yuklab olishingiz kerak bo'ladi yoki o'zingizga shunchaki ma'lumot uchun kadastr hujjatida ko'rsatilgan aks etgan aynan yer maydonlar tizimda umuman ana bu kiritilgan xizmatda bir xilmi yo'qmi tekshirishga bir imkoniyat bo'ladi. Demak, odatdagidek MyGov ilovasi orqali o'tamiz. Bu yerda demak xizmatlar yo'nalishida aynan shu ma'lumotnomalar degan ustunda orqali demak kiramiz. Bu yerda o'sha turar joyning maydoni to'g'risida ma'lumotnoma berish degan xizmatni topib olishimiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz yuqorida qidiruv oynasi orqali qidiruv berishingiz mumkin. Demak, turar joy. Demak, turar joyning maydoni bo'yicha ma'lumotnoma. Demak, xizmatimiz bepul, avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Xizmatdan foydalanish qilib o'tamiz. Bu yerda kadastr raqami aks ettiradi yoki aks ettirmagan taqdirda qo'lyozma formatda kiritishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda aynan qaysi tashkilot bu mazmundagi o'sha ma'lumotnomani so'rayotgan bo'lsa, o'sha tashkilotni belgilash kerak bo'ladi. Bo'lmasa yo'q, shunchaki o'zingiz uchun aniqlashtirish uchun o'zim uchun degan ustuni eng ostida to'xtab shuni tanlaysiz. Bu yerda ma'lumotnomani taqdim etish maqsadi deyapti. Demak, shunchaki bu yerga nolib postda ma'lumot uchun deb yozsangiz ham bo'ladi. Demak, arifmetik amalni bajaramiz. Demak, bizga ko'rib turganingizdek ko'chmas mulkning kadastr raqami bo'yicha maydon haqida ma'lumotlarni qo'shimcha chiqarib berdi. Kadastr raqami hujjat bo'yicha yer maydoni, demak, ko'rsatilgan yerning foydali maydoni kvadrat metri, yer maydoni qurilish maydoni, amaldagi yer maydoni, noqonuniy egallagan yer maydoni va hokazo. Hovli osti yer maydoni, umumiy yer maydoni, yashash maydoni. Demak, kvadrat metrlarda hammasi aks ettirilgan. Demak, aynan shuni ostidagi yuklab olish tugmasi orqali yuklab olamiz. Va bizga mana shu tartibda ma'lumotnomani yuklab beradi. Aynan shu ma'lumotnomani biz biror bir tashkilot so'ragan bo'lsa, ularga taqdim qilish lozim bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, biz bilan bo'ling va hayotingiz davomida doimiy zarur bo'lgan xizmatlarni uydan turib qanday boshqarish kuzatib boring. Yo'riqnoma foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlang. Keyingi kontentlarimizni o'tkazib yubormaslik maqsadida qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Tanishlarga, yaqinlarga ulashing. Imkon qadar aynan shu xizmatga muhtoj bo'lganlarga yetib borsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.